Kimsizlar? Oyim qilgan ko'rpachani to'shib olibsizlar. Iltimos kir qilmanglar, oyim qilganda. Siz turing, o'tirmang. Cho'kib ketadi paxtasi. Nengni qilgan ko'rpachasimi bu? Oyijon, no. Tintakmisiz? Bu fujerda meni oyim berganlar-ku. Men piyolada ichavering, yurib qolmaysiz. Qarang qara. Uning fujia jo'natibdi, farosatdan qo'shib jo'natmabdi-da. Aytaymi, olib kelsammi? Oyim aytuvdilar-da, nima kam bo'lsa ayt olib kelib beraman degdi. Ya, sen unaqa maqsading qiluvchilardan nima bo'lyapsan? Qarang qara. Uning fujia jo'natibdi, farosatdan qo'shib jo'natmabdi-da. Aytaymi, olib kelsammi? Oyim aytuvdilar-da, nima kam bo'lsa ayt olib kelib beraman degdi. Ya, sen unaqa maqsading qiluvchilardan nima bo'lyapsan? Dada! Oyim qilgan bandi xalat kiyibsiz, tentakmisiz? Usilda bir narsa bo'lganmi? Yo kapanga odammisizlar? Nima qilsa oyim qilgan narsalar? O'zingni kelmadimi farosating? Voy, Xitoyga zakaz bergan ekan, yaqinda kelib qoladi, xavotir olmang. Kelin, nima qilay, yechaymi? Aytga endi satqaysar. O'ldim. Sizlar toza tentak ekansizlar-ku. Nega oyim qilgan choynak pochta ishlatyapsizlar? Tur o'rningdan. Sen choynak po'shingga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Inangni boramiz. Tur. Aya dadasilar ham turinglar. Yuringlar. Onamga boramiz. Onangni. Aya, dada, men Tavrabdan yangi uy oldim. Tayyor kadastri bor, tayyor remonti bor. Shunday kirib yashaymiz bo'ldi. Oyim qilgan ko'rpa to'shaklarni ham olib kelamizmi? Gunchaqa. Tur o'rningdan. Sen choynak po'shingga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Inangni boramiz. Tur. Aya dadasilar ham turinglar. Yuringlar. Onamga boramiz. Onangni. Aya, dada, men Tavrabdan yangi uy oldim. Tayyor kadastri bor, tayyor remonti bor. Shunday kirib yashaymiz bo'ldi. Oyim qilgan ko'rpa to'shaklarni ham olib kelamizmi? Gunchaqa. Kim o'tir? Hisob pulni qayerdan olding? Boshlang'ich 25-30% to'ladim. Qolgan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lashga oldim. O'zining davlat maktabi bor, poliklinikasi bor, yonginasida metro bor, aeroport bor. Bitta uyning ichini ko'ring. Yo! Rostdan ham remontlar bilan ekan. Oyim bergan vagimalarni ham olib kelaylik. O'chir ovozingni. Onang bergan bitta ko'p ham bu uyga kirmaydi. Shu uchun bu uyni sotib oldim. Pampa! Kyo, yangi uyga yangi gilam olib keldim. Gilam bilan kerak emas. Agar mana shu gilam mana shu uyga solinsa, butun umr minnat qilib o'tadi meni. Oyi, parasat olib kelmadingizmi? O'shanga kuyovingiz kayfiyati yo'q. Voy, izlamagan joyim qolmadi qizim. Parasat qolmabdi. Buni onasida ham farosat yo'q-ku. Boring, parasat toping. Qayerdan topadi hozir? Kech bo'ldi. Qayerdan topadi?